Dunyoda ikki xil me'mor bo'ladi. Bino va inshootlarni quruvchi me'mor bo'lsa, ikkinchi me'mor bu o'qituvchidir. O'qituvchi qalb me'mori qancha qalblarni davolab, ziyoga yetaklaydi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qisqacha video lavhamiz shu G'uzor tumanidagi tumandan ancha-muncha uzoqlikda joylashgan Sangichxon qishlog'ida joylashgan 70-maktabda javlon urib xizmat qilayotgan ustozimiz Eshmurod va Gulmira domlani faoliyatlari haqida bo'ladi. Bu maktabda ham qarangki boshqa maktablar kabi fransuz tili ham ancha taraqqiy etgan ekan. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Yaxshimisiz? Assalomu Charchamayapsizmi? Hormat olmay ishlayapsizmi? Domla, eshitishimga qaraganda siz Fransiya davlatida 1-2-3 marta malaka oshirib kelgan ekansiz va sertifikatlaringiz mavjud ekan. Domla, qisqacha shu maktabdagi faoliyatingiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor bu maktabda 17 yil davomida faoliyat yurityapman. Fransuz tili mutaxassisligini davom ettiryapman. Barcha yutuqlarim hammasi o'quvchilarim tufayli va o'quvchilarimning yutuqlari bilan birgalikda men ushbu fanni tashlab boshqa yo'nalishga o'tib ketmadim va buning natijasida 2 bora Fransiyaning Nitsa shahrida amaliyot o'tab keldik. Bir marta stajyor ustozlar sifatida va bir marta mentor o'qituvchi sifatida. Yaxshi, domla, qarang, hozir men bir narsadan hayratlandim-da, 17 yil. Bu hazil ekam gap emas. 17 yildan beri shu maktabda fransuz tilidan bir joyda faoliyat olib boryapsiz. Demak, bu fransuz tilini qanaqadir jozibasi, nimasi sizni tortganki, mana shu maktabda shuncha vaqtdan beri ishlaysiz. Qayerda o'qigansiz? O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida 2004-yilgacha o'qiganman. Bu maktabda ishlashni boshladim. Shundan beri mana 17 yil vaqt o'tdi. Fransuz tili juda ham chiroyli til. U hammani, butun odamzodni ohanrabo deb o'ziga tortadi. Domla, qarang, siz bu gaplarni fransuz tili o'qituvchisi bo'lganingiz uchun, shu tilda o'qiganingiz uchun aytyapsizmi yoki unda nimadir bormi? Men mana 5-sinfda birinchi marta fransuz tili o'tilganda, o'shanda o'zi menda qiziqish juda kuchli bo'lgan mana shu tilga nisbatan. Maktabimizda bizda tanlov bor edi: ingliz tili, nemis tili va fransuz tili, 3 ta fan. O'zim aynan mana shu tilga qiziqqanman. Bitta shogirdlarimdan biri Muhammadjon Bo'riyev. Bu hozir u Italiyaning Turin shahrida 3 yildan buyon Xalqaro iqtisodiyot va diplomatiya universiteti yo'nalishida tahsil olyapti. Ayni kunlarda hozir Slovakiyada o'qishini davom ettirmoqda. Hurmatli obunachilar, bonus ma'lumotlar. Domlaning shogirdlari shu yerlarda yuribdi ekan. Qarang. Bu domla uchun sharaf, aynan fransuz tili uchun bu katta yutuq desak yanglishmagan bo'lamiz. Domla, ijozat bersak, ichkariga kirsak. Hurmatli obunachilar, mana biz bugun domlani bevosita o'zlari bilan va balkim u kishini mana shogirdlari bilan ham suhbat qilamiz. Qani bularning fransuz tiliga qiziqishi qanday, fransuz tiliga bo'lgan e'tibori, bu tilni kelajakda yanada o'rgansa bo'ladimi? Shular haqida hozir shu o'quvchilar bilan qisqacha savol-javob qilamiz. Fransuz tili bizning bolaligimizdan beri o'rganib keladigan tillarimizdan biri hisoblanadi va so'nggi yillarda ommaga keng tarqalmoqda. Fransuz tili sizga kelajakda nima beradi, qani? Kim aytadi? Fransuz tilini o'rgansa nimalar, qanaqa yutuqlarga erishish mumkin? Mening ismim Ismatova Parizodda. Ancha yildan beri bu maktabda fransuz tili bo'yicha ta'lim olaman. Oxirgi 2 yilda tuman va viloyat olimpiadalariga qatnashdim. 9-sinfligimda viloyatdan 2-o'rinni oldim va yaqinda ham viloyatda o'tkazilgan olimpiadada 2-o'rin sohibi bo'ldim. Fransuz tilini o'rgansak qanday natijalarga, nimalar qilsak bo'ladi? Qani, kim aytadi? Nima natijalarga erishish mumkin? Qayerlarga borish mumkin? Qayerlarga sayohat qilish mumkin? Fransuz tilida DELF va DALF sertifikatlarini ortidan biz Fransiyaning nufuzli universitetlariga kirishimiz mumkin bo'ladi va ayni zamonda ham bizning O'zbekistonimizda ham fransuz tilidan ushbu sertifikatlarni olgan o'quvchilar yuqori marralarni egallab kelishmoqda. Qaysi davlatlarning rasmiy tili fransuz tili hisoblanadi?
Qani? Nima uchun bu savolni beryapman? Agar siz fransuz tilini bilsangiz, bu davlatga borgandan keyin tarjimonni keragi yo'q. Tarjimonga ham hozir ancha-muncha katta pul to'lash kerak. Shunday xabarlaring bormi? Fransiya, bundan tashqari Kanada davlati ham aynan fransuz tilida muloqotni amalga oshiradi va shu bilan birga ko'plab Afrika mamlakatlarida ham fransuz tili bilan keng qo'llanib kelinadi. Ya'ni Shimoliy Afrikada. Shimoliy Afrika davlati. Shimoliy Mag'rib davlatlarida, Tunis, Marokash, Jazoir davlatlarida fransuz tili. Yevropadachi? Fransiyaning qo'shnisi to'ppa-to'g'ri Shvetsariya. Bu davlat bilasizlarmi, ko'pchilik bu davlatni fransuz tilida gapirishni bilmaydi. Siz fransuz tilini o'rgansangiz, o'sha Shvetsariyada o'qishingiz mumkin. Yana undan tashqari Shvetsariyaning tepasida bo'lgan yana bitta davlat bor, qaysi edi? Poytaxti Bryussel. Bryussel shahri poytaxti. Qaysi davlat? Belgiya davlati. Eshitganmisizlar Belgiyani? Belgiya davlatida ham rasmiy til fransuz tili hisoblanadi. Ko'ryapsizlarmi o'quvchilar? Fransuz tilini bilsanglar, dunyoning 55 ta davlatining eshiklari siz uchun ochiq. Shuning uchun bu tilni o'rganing, bu tilga muhabbatingizni yanada oshirib boravering. Mana ustozlaringni bilan suhbat qildim. Ustozlaring 2 marta, hatto undan ham ko'p bo'lsa kerak, Fransiyada malaka oshirib qaytgan ekanlar. Bilasizlarmi, bunaqa ustozlarni maktablardan topish qiyin. Shuning uchun ustozlaringiz etagini mahkam ushlab, shu tilni qattiq bel bog'lab o'rgansanglar, sizlar ham ustozlaringga o'xshab Fransiyaga, Shvetsariyaga, Belgiya, umuman Yevropaga sayohat qilishlaring mumkin. Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Salut mes amis, comment ça va? Bonsoir mes amis, comment ça va? Bonsoir mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonsoir mes amis, comment ça va? Barakalla, rahmat hurmatli o'quvchilar. Sizlarga shu tilni o'rganayotganlaringga katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' omon bo'linglar, fransuz tilini o'rganishni davom etinglar. Agar fransuz tili bo'yicha qanaqa savollaring bo'lsa, nima bo'lsa, o'qituvchilaring sizlarga doim javob berishga tayyor. Undan tashqari, siz kelajakda hozir mana bu yigitimiz aytgandek DALF yoki DELF sertifikatini oladigan bo'lsanglar, sizlarga Fransiya va umuman fransuz tilida gaplashadigan davlatlarda grant asosida o'qishga kirishlaring mumkin. Avvalo shu maktabga mana shu kontentimni video lavhamni olib borishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat sizga. Yana domla shu fransuz tilini mana shu hududga yoyish, umuman G'uzor tumanida, nafaqat bu qishloqda, balkim G'uzor tumanida ham shu tilni yoyish bo'yicha ko'p ishlar amalga oshiryapsiz. Shu tilni yoyishdan targ'ib qilish bo'yicha qanday maslahatlar bera olasiz? Tilimizni targ'ib qilish uchun avvalambor mana bu o'quv markazlarida tilimizda soatlarini o'qitilishini yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Keyin kichkina mana shu video roliklar orqali o'quvchilar kanallariga tarqatish kerak. Mana shu guruhlar faoliyati bilan ko'proq ishlasak, tilimizni nimasiga qiziqish ko'payadi va o'rganuvchilar soni ortadi. Demak, ko'proq ota-onalarni va o'quvchilarni xabardor. Keyin mana shu Fransiyaga borib kelgan ustozlar bilan birgalikda kontent yaratib, uni ham aholi o'rtasida ko'rishga, mana shu narsaga ko'proq nima qilishga, jalb qilish kerak bo'ladi. Domla, fransuz tilini noldan boshlayotganlar uchun qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Fransuz tilini noldan boshlayotganlar uchun kichkina ilovalar mavjud fransuz tilini o'rganishda. O'sha ilovalardan foydalangan holda o'rganish kerak dastlab. Va ikkinchi o'rinda maxsus video roliklar bor. Har kuni
hech bo'lmasa yarim soat davomida mana shu roliklarni kuzatish kerak muntazam. Va 3-o'rinda ko'proq lug'at boyligini oshirish kerak, ya'ni Bu leksika. tilni o'rganishda yoshlik, ya'ni muhimmi yo har qanday yoshda ham o'rgansa bo'ladi? Har qanday yoshda ham tilni o'rganish mumkin, chunki o'zim guvoh bo'lganman, aynan mana shu YouTube kanalida ham Fransuz tilini o'rganish mumkinmi? Fransuz tilini 50 yoshdan keyin o'rgangan juda ko'p shaxslarni bilaman. Fransuz tilini o'rganish hayotda o'rganadiganlarga, hayotda ularga nimalarni beradi va ularga qanday imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin deb o'ylaysiz? Dastlab fransuz tilini o'rganish bu dunyodagi eng chiroyli, jozibador tilni o'rganish va keyingi o'rinda agar har qanday inson hozirgi kunda sayohatga chiqishi mumkin-ku, o'sha sayohatga chiqqanda Yevropa davlatlarida bemalol sayohat davomida gidsiz, tarjimonsiz yurishi mumkin. Bizning millatimiz o'zbek domla, o'zbek tili o'zbekafon deymizmi? O'zbeklar uchun fransuz tilini o'rganish qanchalik darajada oson yoki qiyin? Hozirgi bugungi zamonaviy kunda fransuz tilini o'rganish meni fikrimcha har qanday inson uchun juda ham oson. Ota-onalarga maslahatim hech qachon fransuz tili va ingliz tilini ajratmang. Chunki ikkala til lug'ati 80% bir-biriga to'g'ri keladi. Va fransuz tilini o'rgangan o'quvchilarimning bittasi mana shu Burif Muhammadjon 6 oy davomida ingliz tilidan kuchli tayyorlanib IELTS 7,5 darajaga erishdi. Aytmoqchimanki, bu aynan ingliz tilini o'rganish kerak, fransuz tilini emas degan noto'g'ri tushunchani ular miyasiga o'rnatib olmaslik kerak. Ikkala tilda ham bir xil level, bir xil darajani olib borish mumkin. Tushunarli domla, bu sizni bevosita mehnatlaringizni samarasi, natijasi desak bo'ladi. Domla, bu video kontentimga vaqt ajratganingiz uchun avvalo sizga va mana shu maktabga kirib shu video kontent yaratishimda ruxsat bergan maktab ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Domla, charchamang, ishlaringizga omad. Xudo xolasa keyingi dasturlarimizda boshqacha bo'ladi. Fransuz tilida bemalol so'zlasha oladigan o'quvchilaringiz bilan suhbatlashish niyatim bor. Endi shu kontentimning an'anasiga muvofiq men sizga o'zim shu kanalim nomidan bitta esdalik sovg'a qoldirmoqchiman. Kitob men uchun eng muhim sovg'alardan biri. Rahmat. Ayniqsa fransuz tilidagi. Rahmat domla, bu kitob to'g'ridan to'g'ri Fransiyadan maxsus buyurtma asosida keltirilgan kitoblardan. Rahmat Eshmurodov domla, ishlaringizga omad, sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling.